Nima uchun maqsadlaringizga erisha olmaysiz bilasizmi? Chunki siz fokusni jamlashni va vaqtni to'g'ri taqsimlashni bilmaysiz. Videoni oxirigacha tomosha qilib like bosib qo'ying, men sizga hozir bilan tushuntirib beraman. Har qanday ishda ham fokus bilan qilingan ish, ya'ni diqqatni jamlab qilingan ish eng samarali ish hisoblanadi. Siz birinchi navbatda vaqtingizni to'g'ri taqsimlab olishingiz kerak. Ya'ni siz 10 soat kuniga uxlashingiz shart emas, 7 soat yetadi yoki 6 soat yetadi. Sport bilan 3 soat shug'ullanishingiz shart emas, atigi 1 soat yoki 1,5 soat yetadi. 8 soat ishlashingiz ham shart emas, atigi 4 soat fokus bilan ishlasangiz, shuning o'zi sizga ancha vaqt yetib ortadi. Va bizga eng katta xalaqit beradigan narsalardan biri bu telefon hisoblanadi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar, Instagram, TikTok, Telegram, barcha ijtimoiy tarmoqlar bizning fokusimizni oladi. Ya'ni kimdir yozib qoladi yoki Reels'ga kirib ketib qoladi, Reels tomosha qilib ketgisi keladi. Bularning barchasi bizga xalaqit beradi. Ishni boshlashdan oldin doim o'z vazifalaringizni rejalashtirib boring. Ya'ni birinchi, bugun masalan 20 baroq kitob o'qiyman, bugun mana shu topshiriqlarni bajaraman deb daftaringizga yozib chiqishingiz kerak. Va har doim taymer bilan ishlashingizni maslahat beraman. Bu taymer telefonda bo'lishi shart emas. Xohlasangiz alohida taymer sotib olsangiz, undan ham yaxshi. Ya'ni telefonga chalg'imaysiz. Siz xohlasangiz taymerni 15 daqiqaga xohlasangiz, 1 soatga xohlasangiz, 1,5 soat, 2 soatga qo'yib, ishingizni tugatmaguncha o'rningizdan qimirlamasdan o'sha taymer vaqti tugaguncha ishingizni qilasiz. Bu sizga o'sha fokusingizni bitta joyga jamlashga yordam beradi. Va imkon qadar telefoningizni o'chirib, chetroq surib qo'yishingiz kerak. Hamma ishlaringiz tugatgandan so'ng, albatta o'zingiz yoqtirgan ish bilan shug'ullaning. Masalan, kino ko'ring, ko'chaga chiqing yoki bemalol o'yin o'ynashingiz mumkin. Ya'ni bu o'zingizni o'zi mukofotlash uchun, chunki siz bugun hamma vazifalarni bajardingiz. Siz agar disiplina o'rnatishni va shaxsiy rivojlanishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.